Navbatdagi 80 kvadratli uyimizni remont ishlarini o'z nihoyasiga yetkazdik. Kiraverishimizda koridor, o'ng qo'limizda bu yoqda sanuzelimiz, studiya variant qilganmiz, zal zonamiz, kuxonniy zonamiz. Upravleniya hammasi Alisa orqali bo'lyapti, ya'ni umniy dom qo'yganmiz, umniy dom включательlari qo'yilgan, umniy dom terma regulyatorlari qo'yilgan, skritli plintus qo'yib berganmiz bu yerga. Detskiy xonamiz, ikkitalik karavot qilib berilgan, ikkita yosh bolaga. Joy kichkina bo'lgani uchun maksimal funksionalni foydalanishga harakat qilganmiz. Mana bu zinali shkop qilganmiz, shkoplarimiz ham bunday ochiladi. Ya'ni narsa joylashtirsa ham bo'ladi. Bu shkoplarning ichiga. Bu yoqda spalniy zonamiz joylashgan. Spalniy zonamizga mana bunaqangi oynali garderoblar qilib berilgan. Polni mebelniy obshivka bilan to'ldirilgan uyimizda. Shunaqangi chiroyli remont kerak bo'ladigan bo'lsa, Nobim jamoasiga murojaat qiling. Biz sizlarga noldan oxirigacha bo'lgan hamma protsesslarni kontrol qilib, sizlarga chiroyli qilib kalit topshirishga harakat qilamiz.